Hürmetlik vatandaş, vaziyet doğrusudur muhakeme işkince. Bugünkü İslak 2021 yıl 10. ayının 15. günü hürmetlik vatandaşımız. Muhakeme işkinci deginimizde isimlerde var. Biz sizlerge 10. ayının 7. günü bir leksiya sözüldük. O leksiyada nemi dedik? Mesela hazır Şvitsariyanın Suyruq şehrinde 7. 6. günü 7. günü aralığında Amerika Qo'shma Shtatlarida Aqsaray Maslahatchilar komitetining maslahatchisi Jack Sullivan bilan Jungo diplomatiya vaziri diplomatiya ishlari mas'uli jechi suhbatlashdi dedik. Ve şunun ahırda andın Uygur meselesi, Janubi Dengiz meselesi, Hong Kong meselesinin söhbeti yani o'tirg'i qo'yilganligini sizlarga yetkazdik hurmatli vatandaş. Demek Şvitsariya yig'ini shundaq echildi dedik. Söhbeti shundaq echildi dedik. Ondan keyin anda obzorchi Jang Tellang degan odamning so'zini ya obzor maqolasining mazmunini sizlarga yetkazdik hurmatli vatandaş. Jang Tellang nima dedi? Jungo mushu suhbat orqali o erishmoqchi bo'lgan qandaqdir bir narsaga erishish kerak. Shuninga erishadigan bo'lsa, Rim'de echiladigan, İtaliyada echiladigan yig'in qatnashidir. Balki shu yig'inda prezident Joe Biden bilan ko'rishidi dedi. Ehtimollikni shunda qo'ydi. Agar o'zi ko'zlagan, o'zi maqsad qilgan nishonga yetolmasa, erishadigan narsaga erisholmasa, Rais Xi Jinping Rimga bormaydi, Italiyaga bormaydi dedi. Mana bugun hozir Boris Johnson Angliyaning vaziri nima dedi? Demak, İtaliyaga bormaydi. Londonda echiladigan klimat o'zgarish yig'iniga qatnashmaydi. Demak, shunday qilganda bu yilning oxirida masalan prezident Joe Biden bilan Rais Xi Jinpingning uchrashadiganligi endi hozir mushu xabarda asosida yo'q chiqyapti hurmatli vatandoshlar. Gap bu yerdiki, endi sizlar Amerika Qo'shma Shtatlarining hozir Uyg'ur masalasi bo'lib eng og'iri. Shundaymi? Jang Tellanning so'zida aytganda ikki masala edi. Biri tamojni bejini bekor qilish, agar shunga erisholmasa, ikkinchisi Uyg'uriston va Hong Kong masalasi. Ne surish qilishni to'xtatmasa Amerika talab shu to'xtatish. Lekin Jungo hukumatining talabining qaysi darajaga yetganligini ko'rib olasiz vatandoshim. U deydiki Uyg'ur masalasini surish qilishni to'xtat degani, men odam o'ltirmasam bizga yo'l qo'yib bersa Amerika deganligi vatandoshim. Qaraganda hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoyning mayliga qo'yib o'tmadi. Qaraganda hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoyning degini bo'yicha Uyg'urni bostirsan bo'laverdi demedi. Qaraganda hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Uyg'ur masalasi, Hong Kong masalasi va shu qatorda boshqa masalalarni yana o'xshashlar, burunqidek o'xshashi ching tutib keldi. Biz tunigilishimiz degandoq Amerika Qo'shma Shtatlari Diniy ishlar komitetining Baragva xonimmi shundaq degan edi. Biz agar Xitoymush genocide qirg'inchilikni to'xtatmaydigan bo'lsa, biz adoq to'xtatmaymiz. Uyg'urga ko'ngil bo'lishni to'xtatmaymiz dedi. Endan keyin Leyla Sadat xonim nima dedi? Irqiy qirg'inchilik to'g'risida u qonunmi, bu qonunmi deb yurishingning hojati yo'q. Uyg'urlar masalasi hozir irqiy qirg'inchilik masalasi, buniga munozir ketmaydi dedi. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari ifoda bildirdi. Diniy ishlar komiteti orqali bo'lsa-mu, shunday ifoda bildirdi deymiz biz buni. Bu 10. ayning 1. kuni yuz berdi. 10. ayning 6. kuni Shvitsariya suhbati, 10. ayning 7. kuni biz sizlarga shu suhbatni so'zladik. Hozir hisobda endi Jungo Shvitsariya suhbatida hech narsaga erishilmadi. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari har qanday masalada Jungoga yo'l qo'ymadi. Gap bu qatamqi suhbat amaliy kuch orqali elib berildi desangiz bo'ladi vatandoshim. Dal mushundaq oralikda endi 10. ayning 11. kuni va 14. kuni prezident Vladimir Putinning o'tirg'i chiqib, Jungo hukumatiga qartib va oshkor Tayvan bo'g'izida qurol ishlatishga ruxsat yo'q.
Gapning ma'nosi shu. Biz endi aylantirib yurmaymiz. Biz qarapayım odamlar qo'y vatandoshim. Tayvan bo'g'izda qurol ishlatishga ruxsat yo'q. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlarining besimi, ya'ni mo'tadil tinchlikparvarlik, insonparvarlik maydonida turib, "Hay, biz bu rayonda urush qilmaylik. Biz bu rayonda to'qinish paydo qilmaylik. Bu vaqtda sanimiz ziyon, boshqalarimiz ziyon. Dunyoga bir tahdid bo'lib qoladi. To'qinish qilmaylik degan diplomatik tirishchanligi Jungo'ning oldida hech nimaga arzimidi deb qaralsimi? Jungo ya'ni mushu to'g'ri hech qachon javoban gap qilmadi deb qarasangiz vatandosh. Bugun prezident Vladimir Putinning Tayvan bo'g'izida o'q chiqarish ruxsat yo'q degani bilan Amerikaning besimini, Rossiya Federatsiyasining besimini birlashtirib qarasangiz, Jungo hukumati qaysi yo'ldan menish kerak? Hamma narsa sening ixtiyoringda bo'lavermaydi. İxtiyoringning og'amchisini unda uzun qo'yib etmaymiz. Bu og'amchaning beshi bizning qo'limizda. Jungo kompartiyasi. Endi sen o'ylanadigan vaqt keldi. Hozir yani şunu bilinglarki, şu sezgirlikka diqqat qilinglarki, Shveysariya yig'in bo'layotgan kuni, 10-oyning 6-kuni, Jungoning 149 aeroplani Tayvanga hujum qilib kirdi. 149 qatim Tayvanga hujum qilib kirdi. Demak, shu kuni Shveysariya suhbatida Jungo erishiman degan narsaga erishamadi. Erishammaganligi uchun u jon jahli bilan Tayvan bo'g'izida harbiy aeroplan avatib, parakandichilik paydo qildi. Endi siz shuni diqqat qiling, hali savolni yana takrorlayman. Prezident Vladimir Putin Rossiya Federatsiyasining 6-oyning 14-kuni Tayvan bo'g'izi masalasida betaraf normal pozitsiyada edi. 4 oydan keyin Tayvan bo'g'izida qurol ishlatishga ruxsat yo'q. Qani endi vatandoshlar, cho'ng davlatlar o'rtasidagi bu diplomatik munosabatlarning keyingi natijasini ko'rishga taqozo bo'lib turayli, hurmatli vatandoshlar.